Uzair Mehdizade Toshkentda jo'shqin konsert va samimiy muloqot. Uzair Mehdizade bu safar Toshkentda yana bir ajoyib konsertini taqdim etdi. Ozarbayjonlik mashhur va sevimli xonanda Uzair Mehdizade. U 2010-yillarning o'rtalaridan boshlab, ayniqsa 2015-2020-yillarda Ozarbayjon va butun Turkiy dunyoda katta mashhurlikka erishgan san'atkordir. U o'zining Yaxshi o'g'lar, Yarim, Elvida kechmishim, Do'shtum kabi qo'shiqlari bilan trendga chiqqan va ko'plab mamlakatlarda, jumladan O'zbekiston va Turkiyada ham mashhur bo'lgan. Shuningdek, 2017-2019-yillar davomida uning qo'shiqlari YouTube va boshqa musiqa platformalarida yuqori reytinglarga erishdi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqaldi. O'zining energiyasi, sahnadagi jonli ijrosi hamda sevgi, muhabbat haqida yozilgan qo'shiqlari bilan ko'plab yoshlar orasida tanildi. Shu bilan birga Uzair Mehdizade o'zining dinamik musiqiy uslubi va sahnadagi o'ziga xos tarzda tezda trendga aylangan san'atkorlardan biri hisoblanadi. Seninle bir ömür yaşadım, sen olmasan ahı yanarım, sen olmasan şikayet kanarım, Yurtdoshlarimiz har doim uni iliq kutib oladi va bu galgi konsert kutilganidan ham yaxshiroq o'tdi. Xalqlar do'stligi saroyida o'zgacha kayfiyat. Ozarbayjonlik mashhur xonanda Uzair Mehdizade o'zining jonli konsert dasturi bilan muxlislarni xursand qilyapti. Zal to'la tomoshabin va ular sevimli xonandasining har bir qo'shig'iga jo'r bo'lishmoqda. Konsertda Uzair 15 ta qo'shiqni ijro etdi. Xonanda sahnada ikki vazifani bajardi. Birinchisi o'z taronalarini kuylash bo'lsa, ikkinchisi muxlislar bilan suratga tushish. Muxlislar esa hattoki sahnaga chiqib san'atkorga hadyalarni taqdim etdilar. Bu esa konsertni yanada iliqroq va samimiy o'tishiga yordam berdi. Har yil 19-may kuni bizning xonadonimizda siz tug'ilgan kuningiz nishonlanadi. Mana shu o'g'lim niyati qachondir tug'ilgan kuningizni birga nishonlash. Meni niyatim mana shu o'g'limni uylaganimda to'yda siz bo'lishingiz. Men bugun ataylab gul olib kelmadim. Namangandan non olib keldim. Nonday aziz bo'lib yuring. Bizni Namanganga borsangiz, Namangan gullar shahri. Sizni gullar bilan qarshilab olamiz. Bizni Buketdagi gul emas, gullar bilan qarshilab olamiz. Biz sizni doim kutamiz. Doimo O'zbekistonda mehmon bo'lib, har doim Allohning nazari tushgan inson bo'lib yuring. Ilohim, yaxshi kunlarni birga ko'raylik. Sog' bo'linglar. Kılırız akşam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kömeklerin zahmet olmasa maşallah olsun. İstikamlığınız için. Sana bir küçük hediye. Çarsu Milli Dükkanı'ndan aldık. Pazarlı'da. Çarsu Milli Dükkanı'ndan. Çok sağ olun. Bizim de evlerimizden sizlere salam var. Salam aleyküm elbette ki. Çok sağ olun. Ben öz evimdeki kimi hissediyorum. Türkiye'ye gittiğimde, Özbekistan'a geldiğimde, Türk halkı olan... Men Turkiyaga borganimda, O'zbekistonga kelganimda va boshqa turkiy davlatlarga safar qilganimda o'zimni o'z uyimdagidek his qilaman. Sababi biz birodar xalqlarmiz. Biz de sizin için aynı. İnşallah kardeşiz. Çünkü onu görüyorum hepinizden. Bir kunlik konsert dasturi o'z yakuniga yetgach, Uzair Mehdizadedan taassurotlarini so'radik. Assalomu alaykum. Merhaba. Bir tane sorum var. Olur mu?
Düşünceleriniz nedir konserle ilgili? Tercüme edebilirsiniz. Evet, düşünceleriniz nedir konser? Çok güzel. Ben her Konsert juda ham zo'r o'tdi. Har galgidek juda mamnunman. Ko'p marotaba O'zbekistonga kelish va muxlislarimiz uchun konsert berish rejalarimiz bor. Yine bir var gelebilir misiniz? Elbette güzel karşılandığımda elbette ki yeniden geleceğim inşallah. Neler söyleyebilir misiniz? Evet, herkese Barchaga salomlar bo'lsin va hammaga rahmatlarimni aytaman. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Xonanda o'zining do'stona munosabatlari va energiyasi bilan muxlislarni yana bir bor hayratda qoldirdi. U har safar insonlarda ijobiy bir taassurot qoldirib, muxlislarning qalbidan chuqur joy egallaydi.